Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Jimat darslarimiz davom ettiramiz. Demak, problem solving turidagi masalalar yechimida ko'rishda davom etamiz. Bugun 4-darsimiz. Xo'p, darsni boshlashdan oldin bitta tavsiyani ulashmoqchiman. Jimat imtihoni hozir bizda ingliz tili kuchli bo'lmagani uchun jimat imtihoni biz uchun ozgina murakkab, ya'ni ko'proq harakat talab qiladi. Shuning uchun o'zimiz ustimizda ishlashni yaxshilash maqsadida bitta tavsiya. Xo'p, guruhda slayd qoldiryapman. Mana shu o'zim foydalangan slaydni qoldiryapman. Video darslarni ko'rib, so'zlarni yodlab bo'lgandan keyin, balki bir kun keyin. Xo'p, tavsiyam slaydni pechat qilib oling qo'lingizga. O'sha pechat qilinganda, masalan, har bitta savol, lug'atlar hammasi bo'ladi sizning qo'lingizda. Xo'p, savolni olasiz, masalan, yozasiz tarjimasini va shuni o'zida ishlab ketaverasiz. Ya'ni bu so'zda takrorlash bo'ladi. Birinchidan so'zlar tarjimani takrorlash, ikkinchidan o'sha misollar yechimini qaytadan ko'rib chiqish. Xo'p, har doimgidek slaydimiz boshida ushbu darsda foydalanilgan yangi so'zlar qoldirilgan. Yangi so'zlar bo'limchalarga ajratilgan. Shunga e'tibor berasizlar. Har bitta bo'limcha bitta savolda ishlatilgan yangi so'zlar. Biza 1, 2, 3 darslarda foydalangan yangi so'zlarni imkon qadar bu yerga kiritmaslikka harakat qilyapman. Shunda qaytadan takrorlash va esda qolishi yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, yangi so'zlar bilan tanishib chiqasizlar. Imkon qadar uni yodlashimiz kerak. Chunki yana qaytadan aytaman, misol boshqa bo'lgani bilan o'sha til, o'sha so'zlar. Xo'p, yangi so'zlarimiz ro'yxati. Misollarimiz. Birinchi misolimiz tarjimasiga e'tibor beramiz. Xo'p. If the sum bu yig'indi. Sum so'zini eslab qolishda eng zo'r yo'li summa. O'zimiz algebrada ishlatadigan summa. Demak, sum yig'indi. Agar yig'indi deyapti, replicas of two consecutive odd integers. Xo'p, buni e'tibor qilasizlar, lug'atdan tarjima qilib olamiz. Odd integers toq butun sonlar. Consecutive ketma-ket. Ikkita ketma-ket toq butun sonni mana bu teskari nisbati, o'zaro teskari nisbatdagi yig'indisi. Demak, ikkita ketma-ket toq son bor ekan, shularni teskari nisbat. Demak, birinchi sonimiz a bo'ladigan bo'lsa, teskari nisbat degani 1/a plus keyingi sonimiz a plus 2 bo'ladi. Demak, mana shu teng bo'lar ekan 12/35 ga. Tarjimani qaytaramiz. Agar ikkita ketma-ket toq butun sonlarning teskari yig'indisi 12/35 bo'lsa, xo'p, greater of the two integers, ikkita butun sondan kattasi nimaga teng deb so'rayapti. Xo'p, mana shu mahraj berib kvadrat tenglamani ishlasak, kattasi chiqadi. Bu yerda bizda a teng 5 chiqish kerak. Katta son o'shandakka b deydigan bo'lsak, b teng 7 bo'ladi. Yoki buni yana ham jimat uslubida ishlaydigan bo'lsak, ikkita toq sonni mana bu shaklda olamiz, yig'indisini 12/35. Xo'p. Umumiy mahraj beradigan bo'lsak, a plus b taqsim ab teng 12/35. Demak, a bilan b toq son, ketma-ket, ko'paytmasi 35 ga, yig'indisi 12 ga teng bo'lishi uchun a teng 5, b teng 7. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Eslatib o'taman, bu darsimizda 15 ta savolni tahlil qilamiz. Xo'p, keyingi savolimiz sharti ko'rinishidan ozgina qiyindek ko'rinishi mumkin. Harakat qilamiz ishlashga. Xo'p, the chart so'zi mavzu boshida keltirib o'tganman. Jadval, diagramma. Above yuqorida, shows ko'rsatilgan. Demak, yuqorida ko'rsatilgan diagrammada nima ko'rsatilgan? Darnellaning investitsiyalar qiymati, ya'ni Darnella qaysidir sohalarga investitsiya kiritgan, aksiya olgan, o'shani o'sishi mana bu yerda ko'rsatilgan. Aytayapti, for just the stocks,
faqat stoklar, ya'ni stok adashmasam aksiya deb berilyapti. Faqat aksiyalar uchun, just degan faqat aksiyalar uchun what was the increase? O'sish nimaga teng? Xo'p, 2003-yil oxirida va 2000-yillar oxiri. Demak, 2000-yildagi o'sish bilan 2003-yildagi o'sishni so'rayapti. Faqat stoklar uchun. Bu yerda demak, Darnellarning investitsiyasi 3 xil narsaga qo'yilgan. Bonds, stocks va cash. 2000-yildagi uni holati. Demak, bu yerda stokka qaraydigan bo'lsak, 2000-yilda xo'p 6000 qo'yapti, stokka investitsiya kirityapti 6000, bu puli 9000 bo'lyapti. Demak, 2000-yildagi foydasi uni 2000-yilda foydasi xo'p 9000 6000 bo'lsa 3000 foyda qilyapti aksiyalarni. Xo'p, endi bizga 2003-yilgisi kerak. 2003-yilda boshida e'tibor bersak 5000 bilan boshlayapti. 5000 bilan boshlayapti. 10000 bilan tugatyapti. Demak, 2003-yildagi foydasi 5000 dollar bo'lyapti. Xo'p, increase in value, demak qiymatdagi o'sish 2000-yildagi va 2003-yildagi qiymatlardagi o'sish. Demak, 5000 dan 3000 ni ayirib bo'lsak, farqimiz 2000, ya'ni 2000 dollar o'sish bo'lgan bo'lyapti. Bejo. Shartga e'tibor beramiz. Shart ozgina tushunarsiz. Bu tarjima qilsak bo'ladi. Demak, yuqorida ko'rsatilgan diagrammada Darnellarning investitsiyalar qiymati yil oxiridagi deb, demak, investitsiyalar qiymati ko'rsatilgan. Faqat aksiyalar uchun 2003-yil oxiridagi va 2000-yil oxiridagi qiymatlar o'sishi nimaga teng? Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, bu savolimiz demak tarjimasiga e'tibor beramiz. What is the sum deyapti, demak yig'indi so'rayapti. Odd integers, butun sonlar, toq butun sonlar, toq butun sonlar 35 dan 85 gacha. 35 dan 85 gacha toq butun sonlarning yig'indisi nimaga teng? Inclusive so'ziga e'tibor berasizlar, tarjimada ishlatmadim. Inclusivni, xo'p, bu inclusive hech biri qolib ketmasin degan ma'noda. Ya'ni uzluksiz bo'lsin. Biz o'zimiz o'zbek tilida misollarda 35 dan 85 gacha deydigan bo'lsak, toq butun sonlar deydigan bo'lsak, birontasi qolib ketmaydi. Lekin jimat misollarda bu ikkinchi savolda kelishi inclusive so'zini qo'shib qo'yadi. Hech biri qolib ketmasin degan ma'noda. Xo'p, demak bu oddiy arifmetik progressiya. Birinchi xadimiz 35, oxirgi xadimiz 85. Xo'p, ayirmasi 2 ga teng bo'ladi. Bular sonini hisoblasak, xo'sh, soni 85 dan 35 ta ayiramiz 50, 50 ni 2 ga bo'lamiz 25, 26 ta son bor. SN formulasidan foydalansak, xo'p, 120 demak 1200 plus 360 degan bo'lsa 1560 bizga javob bo'lyapti. Keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'p, keyingi savol sharti ko'rinishdan biroz vahimali. Birgalikda tarjima qilamiz. In a certain sequence. Certain so'zini juda ko'p ishlatyapmiz, e'tibor berasizlar. Bu ma'lum bir deb tarjima qilindi. Ma'lum bir. Xo'p, sequence'ni ko'p ishlatdik bu so'zni ham. Ketma-ketlik. Ketma-ketlik. In so'zini ishlatyapmiz, da deb tarjima qilinadi. Ma'lum bir ketma-ketlikda each term, demak har bir
Each so'zi har bir degani. Term endi bizada term bu yerda had ma'nosida kelyapti. Har bir had. After the first term, demak after so'zi keyin, first term birinchi had. Xo'p, is one half degani yarim. Yarim. The previous term degani oldingi had. Oldingi had. Xo'p, tarjima qiladigan bo'lsak, ma'lum bir ketma-ketlikda, xo'sh, birinchi hadidan keyingi har bir hadi, e'tibor beringlar, birinchi vergulgacha tarjima qilyapman. In a certain sequence, ma'lum bir ketma-ketlikda. Endi is so'zigacha bitta tarjima qilyapman. Birinchi hadidan keyingi har bir hadi, xo'p, oldingi hadining yarmiga teng. Demak, tarjima o'sha qolip bo'yicha. Vergulgacha bitta kelyapmiz. Ma'lum bir ketma-ketlikda is so'zigacha bitta kelyapmiz. Birinchi hadidan keyingi har bir hadi oldingi hadining yarmiga teng. Xo'p, bu tushunarli. Keyingisiga o'tamiz. Agar tense term 10-had of the sequence ketma-ketlikning mana is so'zidan bu yog'ini orqaga qarab tarjima qilyapman. Agar ketma-ketlikning 10-hadi, xo'sh, mana shu va mana shu between degani orasida, sonlar orasida bo'lsa, demak bu nima deyapti ekan? A unimiz demak 0.001 va mana shu tengsizlik o'rinlangan. Xo'p, aytyapti keyin the 12th term of the sequence is between. Keyin 12-had, ketma-ketlikning 12-hadi is between orasida deyapti. Biz o'zbekcha misollarda mana bu yerda 3 nuqta qo'yib qo'yamiz. Ya'ni mana bu yerda variant qo'yilishi kerak. 12-had qaysi birini orasida deb so'rayapti. Xo'p, endi shartga e'tibor bersak, birinchi haddan boshlab keyingi har bir had oldingi hadini yarmiga teng. Masalan, A11 haqida gapirmoqchi bo'lsak, bizga A11 bu A10 ni yarmiga teng. A12 haqida gapirmoqchi bo'lsak, bu o'zidan oldingi hadda yarmiga teng. Demak, bu A10 taqsim 4 bo'ladi. Demak, tengsizlik ikki qismini ham 4 ga bo'lsak, uchta qismini ham, xo'p, bizga demak A12 hosil bo'ladi. Qiymatlariga qaraydigan bo'lsak, xo'p, demak bu 1 taqsim 4 0.25. 0.25 dan oldida 3 ta 0 bor. Xo'p. Demak, bu ham 0.25, oldida 4 ta 0 bor. C variant to'g'ri kelyapti. Ko'ryapsizlar, hurmatli ustozlar, tarjimasiga ozgina e'tiborli bo'lsak, misol ishlanishi unchalik qiyin emas. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'p, tarjimasi ozgina shoshiltiradigan misol. Xo'p, lug'atga qaraymiz. Lug'atda hammasining tarjimasi berilgan. Xo'p, avvali certain so'ziga to'xtalamiz. Certain eng ko'p ishlatadigan so'zlarimizdan biri bo'lib qoldi. Ma'lum bir. Ma'lum bir. Xo'p, drive-in movie theater. Teatr. Bu kinoteatr deb tushunamiz. Ya'ni kinoteatr shundayki, chet elda bor, o'zimizda bilmadi. Xo'sh, mashinangizda borasiz, masalan, oilaviy yoki uchrashuvga chiqqan vaqtingizda mashinangizda borasiz yoki do'stlaringiz bilan, sizga parking joy qilingan bo'ladi. O'sha mashinalar qator joylashadi. O'sha yerda turib, katta ekrandan o'zingiz mashinangizda o'tirib, tashqarida qo'yilgan katta ekranda kino ko'rasiz. Shu drive-in movie theater deyiladi. Xo'p, has so'zini ko'p ishlatyapmiz. Has so'zi bor. Xo'p. Demak, ma'lum bir o'sha kinoteatrda bor. Total so'zini ishlatdik. Umumiy. Rows so'zi qatorlar deb kelyapti. Lug'atlarda berildi. Qatorlar. Parking spaces, ya'ni parkovka qilish uchun bo'sh joy degani. Demak, ma'lum bir kinoteatrda parkovka qilish uchun umumiy 17 qator bor. Parkovka qilish uchun bo'sh joy. Demak, ma'lum bir teatrda parkovka qilish uchun
17 qator umumiy joy bor. Xo'p, zero degani tarjimasi u yerda deb ishlatiladi. Yozib qo'yamiz qisqagina u yerda. Xo'p, u yerda, ya'ni o'sha kinoteatrga urg'u berib aytyapti. Kinoteatrda bor demoqchi bo'lsa, inglizlarda shundayki, har safar aytmaydida. O'sha masalan o'shani aytib ketadi. O'sha yerda degan. O'sha yerda kinoteatr haqida gap boryapti. 20 ta, demak, parkovka qilish uchun bo'sh joy, ya'ni 20 ta sidinka deb tushunsak ham bo'ladi. Kinoteatrda o'tirayotgan 20 ta bo'sh joy bor. In the first row. First degani birinchi, row qator. Birinchi qatorda 20 ta bo'sh joy bor ekan, demak. Birinchi qatorda 20 ta bo'sh joy bor. 20 ta joy bor. Xo'p, aytayapti. 21 parking space, 21 ta joy bor in the second row. Demak, ikkinchi qatorda 21 ta joy bor ekan. Ikkinchi qator bizga 21 ta joy bor ekan. Xo'p, davom etamiz. In each subsequent row. Subsequent so'zini aytdik, keyingi deb tarjima qildik. In each subsequent, ya'ni har bir keyingi qatorda, row qator, each degan har bir keyingi qatorda, zero degani bor, 2 more parking space, demak, ikkita kub, more so'zi shuni ham kub misolida ishlatdik, more kub, ikkita kub. Previous so'zini yana ishlatyapmiz. Previous row demak oldingi qator, avvalgi qator. Demak, har bir qatorda avvalgi qatordan ikkitaga ko'p joy bor. Demak, 3-qatorimiz haqida gapirmoqchi bo'lsak, bizga 23 ta bo'ladi. 4-qatorimiz haqida gapirmoqchi bo'lsak, 25 ta bo'ladi. Mana shunday ketyapti. What is the total number of parking space in the movie theater? Demak, kinoteatrdagi o'sha parkovka joylarining umumiy soni nechta deyapti. Xo'p, bizda общий 17 ta qator. Arifmetik progressiya qilsak ham bo'ladi. Mana bu 21 ni A1 deb olsak, D teng bizda 2 bo'ladi. Xo'p, jami 17 ta qator, birinchi qatorni qo'shmayapmiz. O'shandan keyin n biz uchun 16 ta bo'ladi. Xo'sh, oxirgi 17-qatorda nechta joy borligini topib qo'ysak, bu an. Xo'sh, 15 ta bo'ladi. Demak, 21 plus 30. 51 ta joy bor ekan oxirgi qatorda. 51 ta joy bor. Endi SN ni hisoblaydigan bo'lsak, SN teng. Demak, 21 plus 51 taqsim 2 ko'paytirilgan 16. Xo'p, 72. Demak, 72 ko'paytirilgan 8. Xo'p, 576. Demak, jami o'rinlarimiz soni birinchi qatordagini qo'shsak 596 ta ekan. Ko'ryapsizlar ustozlar, tarjima ham ko'p ko'ringani bilan ketma-ket gap tarjima qilaversak, umumiy ma'noni keltirib chiqara olamiz. Hozir boshida sizlar buni iloji boricha shunday qog'ozga chiqarib olib, slaydda mana bu so'zlarni yozib, o'zlaringiz shunday sekin tarjima qilsak, keyin miyamiz o'zi moslashib qoladi. O'sha so'zlarni ketma-ket tarjima qilib ketaveradi, miya o'zida yozib qolaveradi. Buning uchun o'sha har kuni 2 soat yoki ziyod vaqtimizni shu inglizcha so'zlar, inglizcha masala yechishga qaratishimiz kerak. Xo'p, keyingi masalamizga o'tamiz. Xo'p, tarjimasiga qaraydigan bo'lsak, the price so'zi narx deb berildi. Certain stock, ma'lum bir stock. Nima deydi? Stock so'zini nima deb tarjima qilganman? Stock ishlatamiz. Asosan qanaqa tarjima qilinishi hozir ko'ramiz. Xo'p. Stock aksiya. Aksiya so'zi. Xo'p. Deyapti.
ma'lum bir aksiyaning narxi, the price of certain stock, ma'lum bir aksiyaning narxi increased by, ya'ni o'sdi. Hop, by demak 0.25 of 1% on certain day. Ma'lum bir qaysidir kuni 1%ning 0.25 qismiga o'sdi deyapti. Ya'ni qandaydir aksiyaning narxi ma'lum bir kuni, qaysidir kuni 1%ning 0.25 qismiga o'sdi. Ya'ni slishkam kam o'sish bu. Hop, by weight fraction demak qaysi kasr orqali increased o'sha kungi o'sish, aksiya price of the stock, aksiya narxining o'sha kungi o'sishi qaysi kasr orqali ko'rsatilgan deyapti. Qaysi kasr orqali ifodalangan demoqchi. Demak, mana bu narsani biz kasrga ifodalashimiz kerak. Bu o'sha 1%ni 0.25 qismini kasr ko'rinishida yozinglar demoqchi bo'lyapti. Xo'p, 1%ni o'zini yozmoqchi bo'lsak, bu 1/100 bo'ladi kasr ko'rinishi. Shuni 0.25 qismi. Demak, buni kasr ko'rinishida yozishimiz kerak. 1/100, 1%ni 0.25 qismi. Demak, 1/400. Mana shu o'sish 1%ning 0.25 qismi kasr ko'rinishida. Bejo'q. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh. Tarjimasiga yaxshilab qaraymiz. Each so'zini juda ko'p ishlatyapmiz. Har bir. For so'zini ham juda ko'p ishlatyapmiz. Uchun trip so'zi bu matematikaga unchalik aloqasi yo'q. Trip degan sayohat, yurish. Ya'ni masalan taksiga minsangiz, taksi sizni bir joydan ikkinchi joyga yetib qo'yadi. Kichkina bir sayohat, kichkina bir yurish. Shu trip. Demak, for each deb har bir safar uchun taksi kompaniyasi charges so'zini lug'atda keltirib o'tganman. Charges so'zi. Xo'p. Mana charges to'lovlar. To'laydi, to'lovlar, trip bu sayohat. Xo'sh. Demak, har bir safar uchun taksi kompaniyasi to'laydi $4.25 for the first mile. Demak, har bir safarda, har bir mijoz taksiga minganida birinchi first mile degan birinchi mil uchun $4.25 to'lar ekan. Xo'p, aytayapti, gapni oxiridan kelamiz. Zero fraction of. Demak, qo'shimcha mil yoki milni qismi, fraction zero degani uning biror qismi degani. For each additional, demak, har bir qo'shimcha yurilgan mil uzunlik birligi yoki uning qismi uchun $2.65 to'laydi. Xo'p, jarayon tushunib olaylik. Jarayon xuddi Yandex taksilarga o'xshaydi. Demak, siz birinchi kilometr, birinchi milda yursangiz $4.25 to'laysiz. Agar 2 mil, ikkinchi milda yoki 3-mil qo'shimcha har bir keyingi millaringiz uchun narx tushadi, $2.65 dan ketaverasiz. Masalan, men bu fraction zero degan so'zni ma'nosini aytib ketsam, fraction zero degani masalan siz 1 mil yurgandan keyin 1 milu yana 0.06 qismini yurishingiz mumkin. 2 mil bo'lmay qoladi-yu, o'shanday holatda ham 2.65 to'laysiz degani. Demak, qo'shimcha har bir mil yoki uning qismi uchun $2.65 dan to'laysiz. If the total charge for a certain trip, ma'lum bir safar uchun to'langan jami to'lov 62.55 bo'lsa, how many miles at most was the trip? At most was the trip. Safar ko'pi bilan necha mil bo'lgan? Demak, 4.25 birinchi mil uchun to'lagan plus keyingi har bir mil uchun 2.65 dan to'lab ketyapti. O'shandan jami to'lovimiz 62.55 bo'lyapti. Xo'p, bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 4.25 bu yoqqa ayirish bo'lib o'tadi. Xo'p, buni hisoblasak, xo'p,
2/65 22. Endi javoblarga e'tibor bersak 22 degan javob bor. Bu chalg'ituvchi nuqta. Bu 22 nima? 22 bu 2/65 dan to'langan kilometrlar. Xo'p, biza birinchi 1 mil uchun 425 to'lab qo'ydik. O'shandakka bizning jami safarimiz 23 mil bo'ladi. Bu C javob. Tushunarli bo'lsa, keyingi savolni ko'ramiz endi. Agar mana shu savollarda tushunmayotgan joylaringiz bo'lsa, belgilab qo'yishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni onlayn suhbat qilgan vaqtimizda bemalol so'rashlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerda aytayapti. Tarjimaga kirishamiz. Birinchi umumiy ko'z qarashda virgulgacha farqlab olamiz. Virgulgacha tarjima qilamiz. Xo'p, when so'zi paytida deb tarjima qilinadi. 24 n musbat butun songa bo'lingan bo'lingan paytida 24 n ga bo'lingan paytda the remainder is 4. Demak 24 soni n ga bo'lindi. Qoldiq 4 qoldi demoqchi. Which of the following quyidagilardan qaysi biri? Statement degani tasdiq. Xo'p, tasdiq. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri n haqidagi about haqida must be true, to'g'ri bo'lishi kerak, to'g'ri bo'ladi. Demak, n haqida quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? N haqida quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? Demak, n is even. Demak, 24 soni n ga bo'linganda 4 qoldiq qolyapti. Xo'p. Bizga n soni bo'lishi mumkin. Mana bu tenglikka asoslanib qaraydigan bo'lsak, 5 bo'lishi mumkin, 10 bo'lishi mumkin, 20 bo'lishi mumkin. Masalan, aytishinglar mumkin, n 2 bo'lishi mumkinmi degan savol ketadi. N 2 bo'lishi mumkin emas. Nimaga desa, n o'sha qoldiqdan katta bo'ladi. O'shaning uchun 20 ni, demak 4 ni bu yoqqa o'tkazdi. Endi 20 ni bo'luvchilarini qarab chiqyapman. 5, 10 va 20. N soni mana shularning birontasi bo'lishi mumkin. Aytayapti, birinchisida n is even deyapti. Even bu juft son deb tarjima qilaylik. N is even. Demak, bu yerda 5 bor, shuning uchun birinchi etap biz uchun noto'g'ri. Ikkinchisiga o'tamiz. N is a multiple of 5. Ya'ni n 5 ning ko'paytuvchisi. N 5 ga karrali degan. Demak, bu to'g'ri kelyapti. Uchalasi ham 5 ga karrali sonlar. Xo'p, bu yerda aytayapti, n is a factor of 20. Demak, n 20 ning faktor bo'luvchisi. N 20 ning bo'luvchisi. Demak, uchalasi ham bunga ham to'g'ri keladi. Demak, bizga to'g'ri javob 2 va 3. D javob to'g'ri kelyapti.